Hicretning 5-asri islom dunyosi nurliq yulduz kabi parlagan olimlarning zamoni bo'lib, Makka, Madina, Sham, Xorason, Navara an-Nahri diyorlari buyuk mujtahidlarning makoni bo'lib qolgan edi. İmam G'azali bo'lsa hijratning 450-yili Xorasonning Tus rayoniga yaqin G'azala degan yerda dunyoga kelgan bo'lib, imomning to'liq ismi Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-G'azzali, G'azzali nomi bilan mashhur bo'lib tanilgandir. İmam G'azali Namrat oilada dunyoga kelgan. Uning dadasi ilmni, olimlarni va tasavvufchilarni yaxshi ko'radigan, yip igirish hunuridan boshqa narsa bo'lmagan kambag'al bir solih kishi bo'lib, o'g'illarini dinda olim qilishni qalbi pukkan kishi bo'lg'ashqa, o'g'illari Muhammad va Ahmadni o'qitish uchun tirishib hunar qiladi. Ammo kunlarning birida bu dada qattiq kasalga giribdor bo'lib, sakratga tushib qolganida ikki bolasini o'zining bir tasavvufchi do'stiga vasiyat qilib, uningga o'zida bor ozg'ina pulni berdi va ikkisiga ilm o'rgatishni va yaxshi tarbiyalashni vasiyat qildi. Hele kishi do'stining vasiyatini eng yaxshi shaklda o'rinlashga tirishdi. Oxirida bolalarga otis qoldirgan pullar tugab ketib, u kishimi qattiq namrat bo'lg'ashqa, bolalarni boqish chiqimi ig'ir kelib, qiynalishga boshlaydi. Shuning bilan u bolalarni shu vaqtda keng taralgan va ilm o'rganuvchilarga kepil bo'ladigan madrasalarning biriga kirgizdi. Natijada u ikkisi madrasada yashab, madrasada ilm o'qiydi. Ba'zi olimlar Imom G'azalining olim bo'lib ketishiga namoratchilik, yo'qsizlik sabab bo'lgan deyishdi. G'azali kichkida o'z shahri Tusda ustozi Ahmad ibn Muhammad at-Tusi ar-Razoganiyda, ondan Jurjonga safar qilib, G'ozi Imom Abu Nasr al-Jurjoniydan ilm oldi. Hijriya 473-yili Seljuqiylar davlatining poytaxti va Bag'doddan keyingi ilm shahri bo'lgan Nishoburga yetkazdi. Imom G'azalining u yerdagi eng chong madrasalarning biri bo'lgan Nizomiya madrasasiga kirib, u yerdagi ikki haramning imomi deb tanilgan talantli buyuk olim Imom al-Juvayniyni ustoz tutdi. U bu yerda usulul fiqh va ilmul kalam va ilmul mantiqlarni astoydillik bilan tirishib o'qib, mazhabda ixtilofiy masalalarda, munozara va usul fanlarida ustunlik qozondi. Hamda uning zakiyligiga, inchke ma'nolarga sho'ng'ishqa va ma'lumotning kengligiga hayron qoldi. Ustozi Imom Juvayni uni ta'riflab, G'azali to'lib toshgan bir ilm dengizidir deydi. Shundoq, Imom G'azali shu zamondagi olimlarning eng chaqnag'anlaridan biri bo'lib, u ba'ayni quyosh kabi parlagan, ilm dengizi deb ta'riflangan, ahli sunnat va jamoatga qarshi o'tirg'i chiqqan botil mazhablarning turli xato ko'z qarashlarini qattiq qamchilagan bir bo'lg'ashqa nihoyatda oz olimlarga berilgan Hujjatul Islom nomiga erishgan tasavvuf olimi, Shofiy mazhabidagi faqih, ahli sunnat va jamoatning buyuklaridan biri bo'lib, har turli ilmlarda kamolat yetgan olimdir. Ba'zilar uni falsafa, mantiq va ilmi kalam haqidagi o'tkir fikrlari va qoldirgan risolalari bilan tanisa, ba'zilar uni islom fiqh-shunosligi sohasidagi kitoblardan taniydi. Imom G'azali ilm olish yo'lida nurg'un qiyinchiliklarga duch kelgan. Islom mamlakatlarining ko'p joylariga safar qilgan bo'lib, ana shu safarlaridan bir safarini aslab mundoq deydi. Men bir kuni ustozlarimdan anglagan va o'zim yozib to'plagan kitoblarni raqtga o'rab, muramga ortib ketayotganimda tuyuqsiz bir to'p qaroqchilar oldimda to'sib, ustimdagi kitoblarni mendan tortib olib oldi. Men ularning keynidan agishib mangdim. Bir hazar mangandan keyin qaroqchilarning kattavishi keyniga qarab qaytib ketgan, bo'lmasa bu yerda halok bo'lasan dedi. Men uningga sen omonlik tilaydigan ulug' Allohning nomi bilan sendan shunday so'raymankin, narsalarimni menga qaytirib bergan. Bu narsaning sen hech bir foydasi yo'qdir dedim. Qaroqchilarning kattavishi bu xalqning ichida nima bor dedi. Bunun içinde ben öğrengen nurgun ilmi eserlerle birge ustozlarımdan anlıp algan ve ben yazıp algan nurgun kitaplar ve kıymetli bilimler var dedim. Bunu anlayan Qaroqchining kattavishi qaqaqlab kulib ketdi ve sen qandaqmı bu kitaplarını öğünüp bilip buldum diyeleysen, vahalanki biz senden bunu tartib aldık. Sen ilimden ayrılıp kaldın, bana bilimsiz kaldın dedi. Ve kol asılıklarga kitaplarını qaytırıp berishga buyurdu. İmam G'azali mundaq deydi. Allah Taala bu iş arqalıq bana büyük bir hikmet öğretti. Ben kitaplarımı elip yurtumga qaytib kelgandan keyin 3 yil vaqtimni bu kitaplarni yodlashga va taxima pishiqlab mustahkamlashga yig'ishildim. Agar biror bulangchi kitaplarımning hammani elib olgan taqdirdimi, ilmdan ayrilib qolmaydigan biriga aylandim. Shundoq Imom G'azalining hayoti mana shundoq ilmga o'zini beg'ishlash bilan o'tgandir. Xulos qilib aytganda Imom G'azali xilma-xil fanlarda mashhur bo'lgan ulamadir. Bu zot tasavvuf, fiqh va falsafaga oid kitob risolalari bo'lib, jami
457 parçaga yetgan zo'r bir madaniy merosni qoldirib ketgan. İhya Ulumuddin, Al-Mustasfa, Al-Iqtisad fil i'tiqad, Mi'yarul ilm ve Kimya'us saadat ve bundan başka nurulgan kitapları dünyanın her qaysi joylaridagi ilim merkezlerinde dersli kılınmakta. Bütün ömrünü İslam için fida kılıp, ilim ögünüş ve ögütüş yolunda toxtamasdan sefer kılgan İmam Gazali, hayatının en ahırkı bekiti bolgan yurtu tuzga qaytib kelip, daim yalğız hujurda yoki masjidda Allah'ını zikir kılıp, qalbini Rabbisiga bağlagan halda pinhan qilishni xohlagan. Mashhur tarixshunos olim Ibn Xalkan mundaq deydi. U yurtidagi uyga qaytib, tasavvuf ahli uchun bir xonaqo, xonaqoning biqiniga ilm izləyicilər üçün bir madrasa barpo qildi. U toki Robbining huzuriga kelguncha vaqtlarini Qur'on xatmi qilish, kishilar bilan suhbatlashish, dars o'tish qatorliq yaxshi ishlarga taqsimlagan edi. Hurmatli imom Hujjatul Islom Bahrul ilm ve Zeynuddin Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah hicretinin 505-yili Xurasanның Tuz diyarında vafat buldu. Allah Teala İmam Gazali Hazretlerden razı olsun. Ahiretteki mertebesini üstün kılsın. Aziz görürmenler, bundan keyin ilimyar yaşlar grupsi bu büyük mütefekkir alim İmam Gazali'nin kıymetlik ve nasihatlerini huzurunlarga sunudu. Diqqatinglar ekranımızda bolgay.